Keling, maska zo'r narsa topdim, qarang. Cherry Tiggo 9 ni benzinli variantiga naqd 36 oyga rassrochka ochilibdi. Tasavvur qilyapsizmi? 36 oyga. Bu 7 kishilik mashina, gabariti Equinox dan ham katta. Traverse'ga sal-pal yaqin. Mercedes-Benz GLS bilasizku, mana bunaqa qiladigan. Xuddi o'sha mashinani xitoycha varianti. Cherry Tiggo 9 benzinli varianti gibriddan nima farq qiladi deydigan bo'lsangiz, faqat texnologiyasi bo'yicha farq qiladi. Ya'ni bunda gibrid texnologiya, unda benzinli bo'ladi. 2 turbo motor, 250 tadan oshiqroq ot kuchi bor. To'liq privodda harakatlanadi. Hadovoylarini shubha qilayotgan bo'lsangiz, sizga manzil aytaman, ana shu yerga kelasiz-ku, bitta haydab ko'rasiz, o'zi mazasini tushunib olasiz. Manzil qarang, Navoiy viloyati Karmana tumani M37 yo'lida, Moxonur Regal mehmonxonalarining oralig'ida Cherry Adam Astronaut avtosalon bor. Ana shu yerga kelsangiz bo'ldi, ishingiz hal. Bitta mashinani test drive qilasiz. O'zingizning fikringizni mana shu videoni saqlab qo'ying, silkasini olib qo'ying, tashab, "Men mashinani haydab ko'rdim, mashina yaxshi ekan yoki yomon ekan" degan fikrlarni yozib qoldirasiz. Bu mashinamizda asosiy ustuvorligi nima desangiz, business class SUV, ya'ni crossover hisoblanadi. Keling. Eshik ruchkalari hozirgi trenddagi mana bunaqa kirib chiqadigan bez ramочный. Eshik kartasini o'ziga alohida ahamiyat mana berib o'ting. Mana bu yer Alcantara mahsuloti bilan qilingan, mana bu yerlari charm bilan qoplangan. Qalinligini qarang, eshik kartasi bir qarich 25 sm dan katta. Bu oddiy eshik emas. Tushunishingiz uchun buni ichi ham, usti ham qalin, mustahkam avtomobil degani. Shunga yarasha buni shuma izolyatsiyasi ham bor. Ichida maza qilib o'tirib ketasiz. Undan tashqari mana haydovchining yon tomondagi o'rindiqda atamankalari ham bor. Yotib ketsangiz bo'ladigan mashina hisoblanadi. Salonni ichidagi komfortni ham men obzor qilib, to'liq tushuntirib berganman. Mana chiqib turibdi, podskaska bo'limida o'tib bemalol ko'rib tanisha olishingiz mumkin. Ikkinchi qatorini ham sizga bitta ko'rsatib o'tib ketay. Mana biznes klass avtomobillarga xos zavodskiy shtorkasi, oynalari zavodskiy qoraytirilgan, o'rindiqlarda isitish, sovutish funksiyalari bor, podstakanliklari bor. 3-qatori ham bor, akustikasi Sony kompaniyasiniki. Endi mana bu xuddi diskasini qarang, Mercedes-Benz Maybachnikiga hamohang qilib ishlangan. Orqa optikalari ham to'liq LED. Narxi 539 million 900 ming so'm. To'g'ri, siz o'ylashingiz mumkin, juda qimmat deb. Lekin hozir buni bozordagi konkurentlarga nisbatan aytib o'tib ketaman. Dongfeng EP008 bilasizmi? Gibrid variant hozir trendga chiqqan. Xuddi o'sha bilan deyarli narxi yaqinroq. U to'g'ri 480-500 lar atrofida. Buni gibridiga nisbatan, lekin bunda ham ancha-muncha funksiyalari bor. To'g'risi avtomobilni 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kelib ko'rgan yaxshi. Men shu narsani maslahat beraman. Endi sizga rassrochkasi bo'yicha tartibini tushuntirib o'tib ketaman. Agarda siz 539 million 900 ming so'mlik mashina menga qimmat deydigan bo'lsangiz, sizga Cherry Adam Astronaut avtosaloni 60 million so'm foydani taklif qiladi. Yo'q, menga benzinli variant emas, gibrid variant kerak. Menga gibridga qiziqaman deydigan bo'lsangiz, u uchun ham 60 million so'm foyda Cherry Adam Astronaut avtosalonida mavjud. Optikasini qarang, 360 graduslik kamera deysizmi, partroniklar deysizmi, lidarlari, hamma funksiyalari bor. Yomg'ir datchiklari, hokazo. Xullas, mashinani arzonini qilganman, podskaska bo'limiga o'tib bemalol to'liq hamma funksiyalar bilan tanishingiz bo'ladi. Endi sizlar bilan soqqali joylari bo'yicha gaplashamiz. Qarang, 539 million 900 ming so'm mashinani narxi. Agarda siz bunga 40% boshlang'ich to'lov qo'yadigan bo'lsangiz, 18 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashga olasiz. 215 million so'mlar atrofida bo'lyapti. 220 million deylik, mashinangiz bo'lsa 220 million so'mlik atrofida. Ana shu yerga olib keling, biz sizga trading qilib yangi mashina chiqarib beramiz. O'zi hamma yiliga bittadan mashina almashtiryapti. To'g'risi, kim nima deyishdan qat'iy nazar, bu real fakt. Odamlar bir yil minyapti, bir yilda mazasini olyapti, yangisiga almashtirib ketyapti. Cherry Adam Astronaut avtosalonida bu imkoniyat bor. Endi qarang, boshlang'ich to'lov 215 million 960 ming bo'lyapti. 539 million 900 ming so'mni ayiramiz. Qolgan summani shunda 18 oyga bo'lsak, 18 milliondan chiqyapti oylik to'lovi. 18 milliondan. Endi qarang, 50% to'lasangiz 24 oyga, 60% to'lasangiz 28 oyga, 70% to'laydigan bo'lsangiz 36 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashga olishingiz mumkin. Akalarimiz bor, tadbirkor, qo'lida mana shu 70% ga yetadigan mablag' turibdi. Shunchaki ular kreditga aralashgisi kelmaydi, bo'lib to'lash ular uchun qulay. Mana Cherry Adam Astronaut avtosalonida bu imkoniyat mavjud. Agarda siz boshlang'ich to'lov 70% qo'yadigan bo'lsangiz, bu 380 million so'mlar atrofida bo'ladi.
oylik to'lovini sizga 36 oyga 4,5 million so'mdan chiqarib berishadi. 4,5 million so'mdan 36 oyga. Tim более avtokredit emas. Men masalan mana shunaqa gibrid klassidagi avtomobillarni ko'pchilik 5 yillik avtokreditga olib yurganini eshitib yuribman. O'sha siz avtokreditga olmoqchi bo'lgan mashinangizdan o'lsa o'lga ortiq mana shu mashinani men javob berib aytaman, chunki ming qilsa ham рассрочкаga olgan afzal hisoblanadi. Qolgan texnik parametrlari, avtomobilning dvigateli bo'yicha bo'ladimi, transmissiyasi bo'yicha bo'ladimi yoki bo'lmasa yurish qismlari bo'yicha Cherry Adam avtonom avtosalonga kelsangiz, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi degan gap yuqorida aytib o'tgandek, bitta test drive qilasiz, hamma savolingizga javobni olasiz. Men masalan Tiggo 9 qimmatlik qilyapti, boshqa modeli yo'qmi deydigan bo'lsangiz, Tiggo 8, Arizo 6, Cherry Tiggo 7 Pro, 2 Pro avtomobillarni ham aynan shu yerga kelib, ko'rib, test drive qilib 60 oygacha o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Haligacha Cherry avtomobillarini 60 oyga 25-24% dan avtokreditga olganlar bor. Ishonavering. Hozir ham bu avtokreditini to'layapti. Sizda lekin mana рассрочка imkoniyati bor. Bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni albatta Cherry avtomobillarga qiziqib yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Kommentariyada siz Cherryni qaysi modelini olgan bo'lardingiz? Fikringizda yozib qoldiring. Avtosalon manzilini tushuntirib o'tdim. Navoiy viloyati Karmana tumani M37 yo'lida Aster Auto City Navoiyda Cherry Adam Aster Navoiy avtosaloni. Telefon raqamlarini pastda qoldirayman. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar ham videoni opisiyaniyasida mavjud. Batafsil ma'lumot uchun kelaverasizlar. Men o'zim ham shu yerda bo'laman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, sahifamga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.